Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala gayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'nın fazli merhameti bilen inşallah yana bir bor Qur'oni Karimda xatm qildik. Yana bunun üstüge Bakara suresi bilen Ali İmran suresini ikinci marta takroran inşallah yod ayladik. Üçüncü bor takrar qilishlikni boshladik. Bunun üstüge yana bir nechta xayrli ishlar bo'lyapti. Allah subhanahu va taolo barcha mo'min musulmonlarni xayrli, savobli ishlarga o'zi madadkor bo'lsin. Bugungi kunda magnit bo'roni juda ko'p ko'tarilyapti. Qon bosimi oshganlar, sahrlari ko'tarilgan ko'p birodarlarimiz duo talablar. Alloh taolo barcha bemorlarimizga shifo bersin degan yaxshi niyatlarni qilib, inshaalloh Qur'oni Karimni xatmni duosini qilamiz. Hamma amin deb tursin. Alloh subhanahu va taolo barcha mo'min musulmonlarni amin deb turganlarni yaxshi niyatlarini bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor olam, sening qudratingga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Alloh sen qodir zotsan, sen Rahmon Rahimsan. Alloh gunohlarni kechirguvchisan, mehribon rahimdil zot. Qilingan xatmul Qur'onlarimizni dargohingda husni qabul aylagin. Hosil bo'lgan savoblardan barcha o'tgan payg'ambar rasullar, xosatan janobi payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, ularning ahli baytlari, xulofoi roshidinlar, sahoba-i ikromlar, tobiinlar, tabi'at tobiinlarning ruhlariga savoblarni yetkazgaysan. Alloh o'zing o'tib ketgan barcha aziz avliyolarimiz, olimi ulamolarimiz, sohibi mazhablarimizni Alloh rahmat aylasin. Hozir duo qilayotgan maskanimiz Zangi ota maqbarasining yonidamiz. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' zotlarni ham ruhlarini bahramand aylagin. Ushbu masjidlarda xizmat qilgan, toat ibodat qilib o'tib ketgan barcha mo'min musulmon birodarlarimiz, o'tib ketgan imom domlalarimizni barcha o'tganlarni Alloh o'zing g'ariq rahmat aylagin. Bizlardan o'tib ketgan otalarimiz, onalarimizni, ota avlodlarimizni, ona avlodlarimizni, hech aqrobalar, yetti pushtlarimizgacha Alloh hammalarni ruhlarini bahramand aylay. Hammalarni qabrlarini Alloh o'zing nurga to'ldirgaysan. Duoga qo'l ochib turgan mo'min musulmon birodarlarimizdan o'tib ketgan ota avlodlarini, ona avlodlarini ruhlarini shod aylagin. Parvardigor olam, Parvardigor olam, Qur'oni Karim nurlari bilan qalblarimizni munavvar aylagin. Qur'oni Karimni qiyomat kunida bizga shafoat qilguvchi qilgin. Bilib bilmay qilgan xatolar bo'lsa o'zing kechirgin. Parvardigor olam, sening rahmatingdan, marhamatingdan umidvor bo'lib duo qilamiz. Farzandlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz, nabiralarimiz, yoshlarimiz barchalariga Alloh o'zing barchalarimizga uzoq umr, sog'lik, salomatliklar bergin. Juda ko'plab birodarlarimiz bemor. Alloh o'zing bemorlarimizga shifoyi komil bergin. Alloh qilgan duolarimizni qabul etib, ularni hojatlarini ravo, mushkulotlarni oson aylagin. Hammamizni sog' salomat aylagin. Alloh o'zing yurtimizni, dunyoni turli xil balo, ofat, kulfatlardan o'z panohingda asragin. Parvardigor olam, mo'min inson duoda baxil bo'lmaydi. Hammani haqqiga duo qiladi. Shu bois yurtboshimizni atrofdagida xizmat qilayotganlar, yurtga xizmat qilayotgan barcha mo'min musulmonlarni Alloh o'zing hidoyatga boshlagin. Alloh xayrli ishlarga o'zing madadkor bo'lgin. Alloh boshlariga mushkulot tushganlar, boshlariga tuhmat tushganlarni, mushkulotlarni ko'tar, tuhmatlarni ko'targin. Parvardigor olam, yuzlaringni o'zing yorug' qilgin. Tuhmatchidan, Alloh bo'xtonchidan, fisq fasod qiladigan yolg'onchilardan, yolg'onchilarni yomonliklaridan o'z panohingda asragin. Parvardigor olam, o'zing qabr azoblaridan,
do'zax o'tlaridan asragin, yurtga tinchlik ber, xonadonlarga tinchlik ber, farzandlarimizni ham, nabiralarimizni ham sog' salomat aylagin. Alloh sen qodir zotsan, bandalarni bandalarga rizq ro'zini ulashguvchisan. Alloh o'zing Razzoq noming bilan rizq ro'zlarimizni mo'l qilgin, rizq ro'zlarimizni barakotli qilgin. Parvardigorim barcha mo'min musulmonlarning kasbi kor ishlariga rivoj topganlarga g'oybingdan barakotlar ato aylagin. Parvardigorim chorvachiliklarimizga, dehqonchiliklarimizga, tijoratchilarimizga, savdolarimizga, tadbirkorlarimizning ishlariga ham rivoj topganlarga barakot ber. Sahiy, zakotlik, hidoyatli, xudo tars boy badavlatlarni o'zing ko'paytirgin. Parvardigorim bu dunyoda turli kasalliklar bilan azoblamagin, jazolamagin. Parvardigorim o'zing qabr azoblaridan, do'zax otashlaridan o'z panohingda asragin. Parvardigorim barcha mo'min musulmonlarni ahli jannatlardan aylagin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni kechir, xatolarimizni o'chir, ayblarimizni bekitgin. Parvardigorim qilgan duolarimizni dargohingda beriyo va benusul qabul etgin. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning suhbatlari, shafoatlarini nasib etgin. O'zingni jamolingni ko'rmoqlikni barchalarimizga nasib ro'zaylagin. Musofir yurtlarida uyam bola chaqam deb yurgan barcha aka ukalar, opa singillarimizni ham ishlariga rivoj bergin. Turli gunohlardan, ma'siyatlardan, tuhmatlardan, balo ofatlardan ularni o'z panohingda asragin. Alloh qilgan duolarimizni dargohingda husn qabul aylagin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain. Parvardigorim shu yurtni tinchligi uchun, xotirjamligi uchun xolis Alloh deb xizmat qilayotganlarga ham o'zing kuch quvvat bergin, o'z panohingda asragin. Parvardigorim o'zing qudratli zotsan, turli balodan, to'fatdan, samoviy aroziy balolardan, to'fondan, Parvardigorim osmon yer balolaridan, yomg'ir shamol balolaridan barchamizni o'z panohingda asrab, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik ne'matlarini ziyoda qilgin. Ibodatlarda sobit qadam qilgin, taqvolarimizni ziyoda aylagin. Parvardigorim o'zingga mahbub bandalardan bo'lishni nasib etgin. O'zingga osiy, isyonkor bandalardan bo'lishlikdan o'z panohingda asrab, solihlar, olimlar, valilar, ulug' insonlarni yo'llarini bergin. Fir'avnning yo'llaridan, turli ma'siyat, dahriy, Xudodan qo'rqmaydiganlarning yo'llaridan o'z panohingda asrab, hammalarimizni rizq ro'zimizni mo'l, ilmlarimizni ziyoda qilgin, duolarimizni qabul etgin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.